Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Men har doimdek sizlar bilan Usta Dostonbek. Do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz yana bir go'zal ishimizni Asaka tumani Qipchoq mahallasida o'zimizni yaqin ukamizni tunukafonlarini qilib berganmiz do'stlar. O'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Oq rangli tunukafon, ya'ni hozirda trendga aylangan alkafonga birga bir tenglashadigan fason qilib berganmiz qadrdonlar. Xudo xolasa, vodiy bo'ylab arzon narxlarda sifatli tunikafonlarni qilib bermoqdamiz. Agar sizga ham tunukafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol shu ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. Ishonchingizni oqlaymiz, uyingizni ishonib topshiring. Xuddi shunaqa go'zal tunikafonlar bilan uyingizni bezab beramiz do'stlar. Xo'p, bu yerga qadrdonlar 280 kvadrat atrofida tunukafon ishlatganmiz. Ichkari tomonlariga, ya'ni shapkalariga oq rangli tunukamizdan mokri rangli tunukamizdan aralashtirib qilib berganmiz. Chunki bu yerga yomg'ir yog'adi, urib yog'ishi mumkin. Shuni hisobiga qoshlariga mokri rang aralashtirganmiz. Oq rangli qilib berganimizda yomg'ir yursa, qanaqadir xiralashib qolishi mumkinligi uchun rang aralashtirib berganmiz. Lekin dorixonasiga do'stlar bir e'tibor bering, juda ham chiroyli. Ya'ni samolyotlar umuman ko'rinmagan, choklari bir-biriga juda ham keltirilgan. Xo'p, alkafonga tenglashadigan fason do'stlar. Ishimizni birinchi o'rinda sifatiga e'tibor bering do'stlar. Xudo xolasa, siz xohlagan rangda, siz xohlagan dizaynda tunukafon baza jamoasi tunikafonlarni qilib beradi. Inshaalloh go'zal holatda xuddi shunaqa tunikafonlarni barcha rasxodlar ichida do'stlar, sizlardan bir mahal abed xolos, qolgan barcha lessasi, reykasi, xullas shu holatga keltirishi hozirda 120 ming so'mdan 135 ming so'mgacha vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Agar sizga ham ishlarimiz qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Uyingizni tekis holati, ya'ni razmerlari bo'lsa sizda bizga jo'nating. Biz xuddi shunaqa tunikafonlarning kvadratiga hisoblab beramiz. Xabaringiz bor. Joyning kvadratidan ko'ra tunikafonda kvadrat ozgincha ko'payadi. Chunki xuddi shunaqa bukilishlari, har xil qayrilishlari hisobiga jindek ko'payib ketadi do'stlar. Xudo xolasa, oxirida bitta hisoblab kvadratini chiqarib beramiz. Bu tomonlama ko'ngil to'qqilas, chunki bu ham tarozdek narsa do'stlar. Xo'p. 280 kvadrat atrofida qilib berganmiz. Inshaalloh akamizga yoqdi. Dorixonasi uzunligi 18 metr, eni 4 metr bo'lgan do'stlar. Ichkari atrofi polностью 45 metr. Shapkasi bo'lgan, taylar yapishkalaridan qilib berganmiz. Ko'cha tomonlariga yuzlanamiz qadrdonlar. Ko'rsating ko'cha tomonlarini ham. Xo'p do'stlar, bular ham orqasiga novo shaklida karnizlarini qilib berganmiz. Xudo xolasa, chiroyli fasonda qilib berdik do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Inshaalloh uyingizga chiroyli fasonlarni tunikafonlar bilan bezab beramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Albatta, xizmat bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'ling. Pensavo, tunukafon ba'zan